Yana notification qilamiz. Bo'lamiz. Joylashamiz. Xo'p, assalomu alaykum. Aziz kuzatuvchilar, obunachilar. Bugun sizlar bilan o'tgan safargi mavzuyimizni qisman davomi desak ham bo'laveradi. Shu haqida gaplashamiz. Ya'ni o'zbek tili yoxud ijtimoiy tarmoqlardagi savodsizlik haqida so'z olib boramiz. Albatta, joylarga qulaygina o'rnashib olinglar. Bo'lmasam biz videoni boshladik. Xo'p, o'tgan mavzuyimizda ham gaplashganimizdek, ijtimoiy tarmoqlarga ham bugun urg'u berib o'tmasak bo'lmaydi. Sababini esa keyinroq aytib o'tamiz. Demak, hozirgi asosiy mavzuyimiz o'zbek tili. O'zbek tili. Bilamizki, barchamiz yaxshi bilamiz, yoshligimizdan ustozlarimiz o'rgatib kelgan, o'zimdek deb aytganda qardoshimiz deb aytib qo'yishadi. Turkiy tillar oilasiga kiruvchi kitob deyman-a, til hisoblanadi. Albatta, juda yaxshi bilamiz. Undan tashqari, turkiy tillardan tashqari yana bir tilga mansub hisoblanar ekan. Bu qaysi til deb aytsangiz, biz aytamizki, agglutinativ tillar oilasi. Nima u agglutinativ? Agglutinativ lotinchadan olingan bo'lib, qo'shilish degan ma'noni anglatadi. Ya'ni so'z o'zagi yoki negiziga qo'shimchalar qo'shilishi ulanishi natijasida yangi so'zlar hosil qiladi. Mana shu hosil qiladigan til agglutinativ til hisoblanar ekan. Agglutinativ tillarga o'zimiz aytib turibmiz, bitta o'zbek tili emas, ko'plab tillar kiradi. Misol uchun, yapon, koreys, fil-ugor, mo'g'ul, gruzin, dravid, avstraliyets kabi tillar kiradi o'zbek tilidan tashqari. Kelinglar endi agglutinativ tilga, ya'ni qanday yasalishga bir misol ko'rib chiqsak, buni montajga qo'yib yuboriladi. Uchuvchilarimizga, ya'ni xuddi shunday 3 ta qismda bo'linadi. Uchuvchilarimizga. Bilamiz, 1989-yilda o'zbek tiliga davlat tili maqomi berilgan. Xo'p, 1989-yildan beri biz o'zbek tilida so'zlashib, davlat tili sifatida so'zlashib kelayotgan bo'lsak, undan tashqari lotin tilida kundalik xat, yozuv, insho, hamma darsliklarda shulardan foydalanib kelayotgan bo'lsak, endi bizda bitta katta savol paydo bo'ladi. Menda, sizda, operatorimizda, hattoki butun shu auditoriyada eshitgan insonlarda savol paydo bo'ladi. Bu qanday savol? Ya'ni 1989-yilgacha qaysi tildan foydalanib kelganmiz? Xo'p, buning uchun oddiy bitta narsaga qarasak bo'ladi, bu ham tarix. Tarixga bir nazar tashlaydigan bo'lsak, tarixda biz ko'p hududlarimiz ko'p marotaba bosib olingan. Shularning ham ta'sir ostida sekin-sekin, qadama-qadam 1989-yilga kelganmiz. Birinchi bo'lib aytadigan bo'lsak, 7-asrlarda paydo bo'lgan quvvatlik, o'sha paytda hammani lol qoldirgan arab xalifaligi. Bizning hududlar u paytda na O'zbekiston deyilgan, na Turkiston deyilgan. Turkiston deyilgan bo'lish mumkin-ku, lekin asosan ikkita nom bilan atalgan. Biri Xuroson, biri Movarounnahr. Bizning asosiy hududlarimiz shu yerda joylashgan. Ya'ni bizning ajdodlarimiz shu yerlarda yashab istiqomat qilishgan. Arab xalifaligi bostirib kelgandan so'ng o'z-o'zidan ko'rinib turadiki, bizga eng katta ta'siri bu islom dini kirib kelishi. O'sha payg'ambarimizdan so'ng uyushtirilgan harakatlardan so'ng islom dini kirib kelishi. Va ulardan so'ng ma'lum bir vaqt o'tib, arab tilida, ya'ni gaplashib yozishni boshlaganimizdan so'ng esa mo'g'ul tili ham kirib keladi. Mo'g'ul tilida so'zlashni boshlaganmiz va keyinchalik ulardan mo'g'ullar 1219-yilda bizni bosib oladi. O'sha bizga mashhur bo'lgan, xuddi Stalinni eslamas edik, Gitlerni eslab qolishimizdek, Gitler kabi eslab qolishimizga sababchi bo'lgan Chingizxon bostirib kelgan biz hududlarga. Bu paytda Xorazm shohlar davri bo'lgan, Jaloliddin Manguberdi, men durman o'sha inson, ya'ni qarshi chiqqan. Lekin ming afsus bo'lsinki, bosib olishgan. Shuna qilib ulardan so'ng albatta sekin fors tillarida, turkiy tillarda, bilamizki, turkiy tillarda g'azallar yozishni boshlagan inson, ya'ni o'sha 1441-yilda tavallud topgan buyuk mutafakkir, o'zbek tilining ham, o'sha turkiy tilining ham asoschisi Alisher Navoiy davrida fors turkiy tillarda muloqot qilishgan. Va undan so'ng sekin-sekin oldinga anchagina qadam tashlaymiz 20-asrda. 20-asrning 20-yillarga, ya'ni 30-yillargacha borib taqaladi. Bu narsa 1924-yil. 1924-yil nima bo'lgan?
ba'zi birlar biladi, ba'zilar yo'q. Masalan, aytib o'tamiz. 1924-yilda SSR, sobiq Sovet Ittifoqi hukumati O'zbekiston, ya'ni o'sha xonliklarga barham berib, hududlarimizni bosib olgan. O'zi biz azaldan neydi? Tarixdan ma'lum bo'lyaptiki, shunda bizni hududlarimiz shunchalik zo'r bo'lganki, bosib olishga juda ham moyil bo'lgan. Biz hududlarimizni bosib olgan insonlardan baxtli inson bo'lmagan menimcha. Tarixda kelib chiqayotganimiz uchun. Xo'p, hozir chetlashimizda davom etamiz. 1924 yil bosib qolgandan so'ng bizga o'z-o'zidan davlat tili sifatida rus tili va yozuvi sifatida esa kirill alifbosi, kirill yozuvi kirib keladi. Undan keyin esa ma'lum bir vaqtlar o'tgach, ya'ni o'sha 1989-yilga kelib, aytib o'tganimizdek, o'zbek tili va lotin alifbosi kirib keladi va biz shundan beri mana Xudoga shukr 2025-yil bugun sana 28-mart bo'ladigan bo'lsa, 29-28 mart bo'ladigan bo'lsa, shundan beri biz xuddi ana shu yozuvda va so'zda gaplashib kelyapmiz. Albatta ba'zi bir kompot qilib gapiradiganlarni inobatga olmaganda. Ya'ni так, что нормальные kabi да, хорошо. Shularni inobatga olmaganda. Mana azizlar, o'zbek tili haqida ham va undan oldingi tillarda, biz hududimizda yashab o'tgan tillar haqida ham ma'lumot bilib oldik. Ajoyib bo'larkan yashab o'tgan desak, bo'lgan tillarda. Endi kelinglar, ikkinchi asosiy mavzuyimiz bo'lgan ijtimoiy tarmoqlardagi savodsizlik haqida gaplashamiz. O'zi ijtimoiy tarmoqlarda erkinligi uchun o'zi savodsizlik ko'p bo'ladi, bu to'g'ri tushunish kerak, lekin endi baribir aytib o'tganimizdek, bundan oldin hozir aytib o'tganimizdek, ko'p gapiradiganlar bor. Brat deydi. Короче'si, sizni ishlaringizga omad, от души bosingazini men sizni поддержка qilib turaman deydi. O'zbek tilini xo'rlashda bu. Aka, ishlaringizga omad, bosingazini mayli. Men sizni qo'llab-quvvatlab turaman. От души ma'nosi nima degani bilmadim, xullas yuraydasiz deb qo'yarsin. Yuraydasiz. Menimcha chiqqan. Yuraydasiz deb qo'ysin. Sizdan nima ketdi? Bular ham chiqib ishladi. Chiqib jaranglaydi agar uni jaranglata olsak aslida. Shuning uchun ham savodsizlik ko'payib ketgan. Ya'ni rus tilidan so'ng asosiy sabab baribir SSRning kirib kelishi bo'lgan 1924-yildagi o'sha voqealar bo'lib kelgan. Kirill alifbosi va rus tilida ko'p gaplashganligimiz uchun ota-bobolaringizdan so'raydigan bo'lsak, ota-bobolarimizdan masalan o'sha davrlarda yashab o'tgan, jahon urushini ko'rgan, undan keyingi davrlarda yashab o'tgan insonlarga nazar tashlaydigan bo'lsak, rus tilini o'rgatishgan deydi, bizga deydi. Rus tilini o'rgatishgan deydi. Biror bir ilovaga kirib bersin, boshqa narsa qilib bersin, o'zbek tilidan ko'ra rus tiliga kirib ber nastrokasini, nastroka deydi rus tilida. Sozlamalar o'zbekchasiga yozib qo'yamiz. Nastrokasiga kirib ber deydi. Shundan menga ruschaga o'tkazib ber, men o'zbek tili bo'lmaydi deydi. Men ko'p guvoh bo'lganman bu narsalarga. O'zbek tilidan ko'ra ko'proq o'sha masalan kitob o'qigan bo'lsa ham lotincha emas, ko'proq kirillcha o'qishadi. Chunki o'sha davrda bosimi, o'sha davrda muhiti shu narsaga moslashtirib qo'ygan ota-bobolarimiz. Mana endi sekin-sekin astalik bilan o'zbek tiliga o'tdik va Xudoga shukrki, yurtboshimiz omon bo'lsin. Bu narsalarni biz sekin-sekin amalga oshirib kelyapmiz. Xo'p, ijtimoiy tarmoqlardagi savodsizlikka mana asosiy sabab deb shu narsalarni aytdik, ya'ni sobiq Sovet Ittifoqi dedik, lekin undan keyin ham o'zgartirishga bizda kuch bor edi. Bor hali ham o'zgartirishga. Biz yondashsak, bu narsaga kurashsak, bunga qarshi tura olsak, albatta chet el so'zlarini o'zlashtirma so'zlar xo'p. Chet eldagi ba'zi bir so'zlarda masalan aytganimizdek ruscha, inglizcha, okey deb qo'yishadi. Shunaqa so'zlarni ishlatmasdan gaplashishga, muloqot qilishga harakat qilishga biz qarshi tura olsak, ya'ni bunaqa gapirma, bunaqa qilma deb tura olsak, albatta o'zbek tili boy til va u rivojlanadi. Xalqimiz orasida ham boshqa narsalarda ham. Keyin o'sha paytlarda aytadiki, bir ustozimiz aytib berdi. O'sha paytlarda, ya'ni SSRning paytlarida deydi, odamlar bir haftada 7 soat rus tilini o'rganishgan deydi. 5 soat rus tili, 2 soat rus tili adabiyoti deydi. Ko'rib turganingizdek, bu bir haftada 7 soat rus tilini o'rganishgandan so'ng nimaga u insonlar bizdan ko'ra u yoqlar aqlliroq inson bo'lgan va kitob o'qishga, ilm olishga qiziquvchi inson bo'lishgan. Chunki bizda hozir gadjetlar chiqib ketganligi uchun gadjet ham o'zbekchasini aytib ketishimiz kerak. Buyumlar, qurilmalar desak ham bo'lardi, ta'rif bersak, shular chiqib ketganligi uchun hamki biz kitob o'qishga bo'lgan ehtiyojimizni ancha susayib qolgan. Buni yana jicha turib gaplashamiz. Shunday qilib, kirill alifbosi kirib kelgan va bizning savodsizligimiz asosiy sababi ham ana shu so'zlarni qo'shib gapirishligimiz deya aytib olamiz. Xo'p, endi misol aytsak, shularga ikkita misol bor. Birinchisi o'qituvchim bilan bo'lgan voqea. O'qituvchim bilan o'tirib biz bir kun o'tirsak, aytyapti. Mana qara deydi. Sun'iy ong, ya'ni sun'iy intellekt. Shu bilan gaplashadi, u bilan suhbat qilgan bo'lsa hamma yaxshi biladi. ChatGPT deb qo'yishadi. Shunga deydi bir kun g'azal tashladim, rasmini tashladim deydi. Do'pilak kiyib, chiroyli ko'zoynaklar taqib deydi. Teatralman.
30-40 yoshlar o'rtasiga tomda. Tashladim bitta. Keyin aytyapti. Shuni deydi, menga g'azal o'qitib bermoqchi edim deydi. O'zbek tili yo'q ekan deydi. O'zbek tili yo'q ekan deydi. Men o'zi gapiryapti-da menga ruscha yaxshi, siz biz bilgan so'zlarda aytyapti. Yana kamga oxirida nimadir dedim, ruschani juda yaxshi bilaman. Nimadir dedi, mana bu narsani uzatib yuborgan. Qildim xullas, ruscha so'zni gapini tugatib qo'ydi. Aytdim, domla dedim, ustoz dedim. Siz shunaqa qilib ruscha aralashtirib, qovushtirib gaplashib turgan bo'lsangiz, ChatGPT sizga nimaga gapirib bersin dedim. Nimaga gapirib bersin dedim. O'zimiz harakat qilmasak, o'zimizni yuksaltirmasak, boshqa narsa bo'lmaydi dedim. Bu birinchi misol. Ikkinchi misolda aytadigan bo'lsak, bu sinfxona, aynan ona tili darsi. Bitta o'quvchimiz, bitta o'rtog'im, sinfdoshim, tirband so'zini o'zbekchasini so'radi. Tirband nima dedi? Tirband nima deydi ona tili o'qituvchimizdan bopladi. Probka dedi. Ana bola miyasi tepdi. Tushunyapsizlarmi? O'zbekchasiga probka bo'ladi dedi. Haligi bola miyasi keyin tepdi. Tirband degan so'zni biz bilmaymiz ekan. Maylida keyin shunga o'xshash voqealar hayotimiz davomida bo'ladi. Endi mayli, harakat qilishimiz kerak. Xo'p, endi kelinglar shu muammoga qanday yechim topsak bo'ladi. O'z muammoga yechim topishda o'z bitta sabab keltirib o'taman. Bitta sabab, bitta yechim yetadi. Bitta maxsus iqtibos bor. Kimki hozir yodimda, lekin aytib o'tishga majburman. Biror bir ishga kimdir sizga biror bir ish qilgandan so'ng bitta emas, bittadan oshiqcha 2 ta yo 3 ta sabab keltirib bersa, bilingki, u ish sababsiz deydi. Buni Aziz Rahimov akamizni iqtibos podkastida ko'rgan edim. Albatta, uni podkastlarni maslahat beraman, juda zo'r bo'lib o'tadi. Xo'p, demak, bu muammoga yechim topadigan bo'lsak, bizni kitob o'qimay qo'yganligimiz. Sun'iy intellekt, ya'ni sun'iy ongdan so'radim. Salom dedim, salom dedi. Aytdiki, ma'lumot so'radim. Qancha bo'ldi biz O'zbekistonda qanchadan beri holiga tushib ketgan kitob o'qishda desam, 20 yil bo'ldi deyapti. 20 yil. 20 yildan beri kitob o'qimay qo'yganmiz. Kitob o'qiyapmiz, lekin oldingidek kitob tugatishlar, kitob o'qishlarga yo'q. Masalan, biz hozir shu videoni, shu lavhani kutubxonada olyapmiz. Biz iltimos qilib chiqarib tursak bo'lardi. Shu narsani odamlardan chiqib turinglar, video olaylik desak bo'lardi. Lekin unaqa iltimos qilishga hojat yo'q. Nimaga? Chunki kitob o'qishga ehtiyoj qolmagan. Qolmagan emas. Odamlar yana ta'kidlayman. Shu narsalar, notebook, telefon, shunga o'xshash narsalarga bilan chalib qolishgan. Hop, bu muammoga yechim qanday bo'lsa? Keling aytaylik, har bitta hozir 1-sinfdan 4-sinfgacha o'qish darsiga bo'ladi, 5dan 11gacha adabiyot. Shunday. Bulardagi beriladigan parchalar, kitoblardan parchalar bizni yuksaltirishimizga kecha qiyinroq bo'ladi. Kerak bo'lsa, har bitta ta'lim tizimiga, o'qishga, universitetga ham, oliygohlarga ham, o'sha maktablarga ham, bog'chalarga emas, maktablarga ham kitob o'qish darsligini, shunaqa darsliklar ishlab chiqish kerak. Adabiyot o'qituvchilari bunga ustoz bo'lish esa juda ham nur ustiga a'lo nur bo'ladi. Odam, ya'ni har bitta o'quvchi inson oyiga hech bo'lmaganda 3 ta kitob mutolaa qilish kerak. Bunda cheklovlar bor. Iloji boricha turkiy davlatlardagini mayli, shularni tarjima qilinganlarini o'qisa xo'p. Lekin chet adabiyotlarini boshlashni o'qimagani qulay. O'zbek tilini mukammal bilmagan inson. Undan tashqari shaxsiy rivojlanish kitoblarini o'qimagan qulay. Shaxsiy rivojlanish kitobini o'qisangiz, sizga beriladigan atamalar chet elcha, o'sha qaysi davlatga bo'lsa shu atamalar juda ham ko'p. Shaxsiy rivojlanishda, shuning uchun uni o'qimaganlar ma'qul deb hisoblayman. Iloji bo'lsa o'zbek adabiyotini, o'zbek adabiyoti namoyandalaridan o'qib, vakillardan, shular dutonalardan o'qib, mutolaa qilishlarini maslahat bergan bo'lardim. Qolgan yechimlar ham bordir, lekin men shu eng muqobil yechim deb bilaman. Sababi, masalan, bu kitobni o'qiyapman, o'zbek tilining izohli lug'ati. Bu yerda masalan abadiy degan so'z bir marta kelmaydi. Abadiy, abad, abadiy. Bitta varaqning muqovani o'zida 10-15 marta abadiy degan so'z keladi, keyin biz u so'zni xotiramizga yod bo'lib qoladi. Xuddi shunga o'xshab adabiyotlarda, romanlarda ham qaysi bir so'zlar, qaysi anaqalar takror keladi. Buning natijasi esa biz so'z boyligimiz oshadi va u so'zlarni miyamizga joylab olamiz. Shunday. Va bitta istisno yana turk adabiyotlarini yomonlaydigan insonlar bor. Blogerlar bor, chiqadi turk adabiyoti yomonlaydi. To'g'ri, ba'zi bir insonlar bor, Qo'shtirnoq ichidagi turk adabiyotidagi insonlar yaxshi insonlar, Qo'shtirnoq ichidagi. Ularga maslahat bermayman. Lekin turk adabiyotiga qarshiman degan gap yo'q menda. Aksincha, men tarafdoriman. Chunki bizda eng asosiysi sizlar, biz tanigan insonlar Ahmad Yusuf Qozonchi. Ahmad Yusuf Qozonchining kitoblarini hammalarga o'qishlarini maslahat beraman. Birinchidan, u Saodat asr qissalari kitobi bo'yicha hammamiz taniganmiz bu insonni. Lekin undan tashqari O'gay ona kitobi bor, Bir vijdon uyg'onir kitobi bor, yana Qaynona kitobi bor, yana qaysi kitoblar bor. Men o'qigan kitoblarimni aytyapman sizlarga. O'gay onasi ayol kishi o'qishi kerak. Umuman oiladagi hamma o'qish kerak bo'lgan kitob. Ayolning fazilatlarini shunaqa ta'sirlab berganki, unga ko'ra hayron qolasiz kishi.
qaynonada ham qaynonani shunaqa zo'r ta'sirlab bergan. Xuddi shunday qilib va oxirgisi bir vijdon uyg'onib kitobida ham xuddi shunday bo'lgan. Demak, sizlarga bugungi aytib o'tgan suhbatimiz shulardan iborat edi. Maslahatlarimiz ham shu. Albatta, video foydali bo'ldi degan umiddamiz. Yoqtirish belgisi, ya'ni like bosib, subscribe inglizchasiga aytganda, ruschasiga aytganda podpiska, o'zbekchasiga aytganda esa obuna bo'lish tugmasini bosib qo'yinglar. Hammaga rahmat.